Hello everybody. Biz avvalgi darsda sizlar bilan alfabet o'tdik. Endi bugun bizada article an. Ya'ni an bizada birlik otlara nisbatan ishlatiladi. Birlik sanaladigan otlara nisbatan. Ya'ni agar sizlarga ingliz tilida qandaydir bir otning nomi berilgan bo'lsa, misol uchun cat, dog, apple degan so'zlar berilgan bo'lsa, bular har qanday holatda ham article bilan kelishi kerak. Endi shuning bir holatlari bor, u ishlatilmaydi. Uni hali endi kelasida ko'rib chiqamiz. Hozir esa faqatgina an ni ishlatilishini o'rganamiz. Ya'ni an qachon ishlatiladi desa, birlik otlarni oldinda bir degan ma'noga ega bo'lib keladi. Ya'ni buni ko'plik bilan ishlatib bilamiz va sanalmaydigan otlarga nisbatan ishlatib bilamiz. A bilan n ni farqi nimada? Ya'ni bular uchun ikki dona birdan emas. Bizada bosh tovushi, eng birinchi eshitilib turgan tovushi undosh harf bilan boshlanadigan bo'lsa, agar n ishlatsak bo'lsak, bosh tovushi unli harf bo'lishi kerak bo'ladi birlik otimizni. Misol uchun, birinchi tovush a yo bo'lmasa o, u, e, I deb eshitiladigan bo'lsa, uni oldida biza article n qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, apple eshitilishi apple. To'g'rimi? A eshitilib turibdimi? Shuning uchun biz nima qo'yamiz? N qo'yamiz. Apricot. A eshitilib turibdi. N qo'yamiz. Eagle. E eshitilib turibdi. N qo'yamiz. Qaranglar, bu yerda bosh harfi H bilan boshlangan, lekin o'qilishi our deb o'qiladi. Ya'ni our. Ya'ni our deb o'qilgani uchun bu bo'lgani uchun oldindan o'qiymiz, n qo'yamiz, hattoki bu undosh harf bilan boshlangan bo'lsa-da. Endi qachon biza n ishlatdik, qachon a ishlatamiz desak, o'qilishi an. Mana hozir an deb turganimiz sababi sira tushunarliroq bo'lishi uchun. Qachon biza a qo'yamiz desangizlar, agar sizlarning birinchi eshitib turgan tovushlarimiz undosh harf, ya'ni undosh tovush bo'ladigan bo'lsa, sizlar oldidan a qo'yasizlar. Ya'ni bu undosh harflarni biz bilamiz, avvalgi darsda o'tdik. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P shular. Endi qaranglar. Misol uchun, book, b harfi bilan boshlangan, shuning uchun ham oldindan a qo'yamiz. Cat, k harfi. Eshitilishi a qo'yamiz. Dog, it, d harfi bilan, d tovushi bilan boshlanib turgani uchun ham oldindan nima qo'yamiz? A qo'yamiz. Endi bizada university degan so'z bor. Ya'ni university bu bilamiz, universitet. Boshi uni deb kelsa, uni hamma vaqt o'qilishi uni deb o'qiladi. Shuning uchun ham birinchisi u emas bizada. Birinchi bizada y eshitilib turibdi. Uni bo'lgani uchun ham oldindan a qo'yamiz, hattoki u unli harf bilan boshlangan bo'lsa-da. Va shular bizada article n shunda unli tovush bo'ladigan bo'lsa, esa undosh tovush bo'ladigan bo'lsa ishlatiladi. Men bir ikki mashqlarni tashlab qo'yaman guruhga, shularni ishlab bersangizlar bo'ladi. Bu a bilan n edi, ya'ni birlik otlarga nisbatan ishlatiladi. Yodlaringizdan